Demek vodorod bağlanış. Bağlanışını bu 5. türü bu. Kovalent, iyon, metal, donor akseptor, vodorod bağlanış. Demek donor akseptor bağlanışdan vodorod bağlanış qo'shimcha tur hisoblanadi kimyoviy bağlanışdan. Vodorod bağlanış bo'lish uchun shartlar bor edi. Birinchi sharti tarkibida albatta vodorod bo'lishi kerak. Tarkibida vodorod bo'lishi kerak. Vodorod. Agar vodorod bo'lmasa, vodorod bog' bo'lmaydi. Tushundikmi? Ana endi ikkinchi shartimiz bor. Vodorod kuchli elektromanfiy element bilan bevosita bog'lanishi kerak. Kuchli ya'ni vodorod deb yozamiz yana. Kuchli elektromanfiy element. Kuchli elektromanfiy element deyilganda qaysilar tushuniladi? Kislorod, element bilan bevosita bog'lanishi kerak. Ftor kislorod, ba'zan azot deyilgan. Element bilan bevosita dedik. Bevosita degani nima degani? Bog'lanishi kerak. Keyin uchinchi shartimiz bor. Uchinchi shartimiz aytadi. Vodorod mana bu kuchli elektromanfiy element bilan bog'langandan keyin mana shu kuchli elektromanfiy element metal bilan bog'lanmasligi kerak. Masalan, qaranglar. Masalan, natriy OH. Mana bu metal bo'lmasin deb turibdi. Mana vodorod bor birikmada. Kuchli elektromanfiy element bilan bevosita to'g'ridan-to'g'ri bog'landi va mana bu kislorod, mana bu metal bo'lmasligi kerak. Tushundikmi? Masalan, CH3OH ochib yozamiz. COH. Mana metil spirt. Metil spirt. Biz organikga o'tganmiz, bilamiz. Metil spirt suyuqlik. Nima uchun suyuqlik desangiz, tarkibida vodorod bog'i borligi uchun. Tushundikmi? Vodorod mana shu metil spirtdan nima sababdan vodorod bog'i bor desak, mana har 3 ta shartni qanotlandi. Tarkibida vodorod bor, birinchi shart qanotlandi. U kislorod bilan bevosita bog'landi, ikkinchi shart qanotlandi. Uchinchi shart, mana bu kuchli elektromanfiy kislorod degan elementimiz metal bilan bog'lanmadi. Metal bilan bog'lanmasin dedik. Tushundikmi? Demak, bunda bor. Masalan, qaranglar, metil dimetil efir. Mana bu birikmada birinchi shartni qoniqtiradi. Vodorod bo'lishi kerak, bor. Keyin vodorod kuchli elektromanfiy mana bu kislorod bilan bevosita bog'lanmadi. Bog'lanishi kerakmadi. Demak, ikkinchi shart qanotlanmadi. O'zi bunda vodorod bog'lanish yo'q. Tushundikmi? Vodorod bog'lanish bu birikmamizda yo'q ekan. Demak, tushundikmi o'sha shartni? Demak, bu elektromanfiy elementlar degan vaqtda odatda ftor, kislorod tushuniladi, ba'zan azot deyilgan. Tushundikmi? Odatda mana shular. Endi qaranglar, vodorod bog'lanish borligi tufayli gazsimon holatda bo'lishi kerak bo'lgan moddalar suyuq holatda bo'ladi. Chunki vodorod bog'lanish molekulalarni bir-biriga go'yoki tikadi. Tushundikmi? Endi qaranglar, masalan, mana metil spirti, to'g'rimi? Mana buni aldegid aylantiramiz. Mana, masalan, bu formaldegid. Tarkibida bitta uglerod bor, bitta kislorod bor. Farq 2 vodorodga kam. To'g'ri yozdimmi formulani? Buni emeri 32, buni emeri 30. Formaldegid gazsimon holatda bo'ladi. Mana bu metil spirt suyuq holatda bo'ladi. Bular deyarli molekulyar massalari teng, lekin baribir bular gaz, bu suyuqlik. Sabab bular vodorod bog' vositasida bir-biridan nima qiladi? Tikiladi go'yoki. Hozir ko'ramiz, suv misolida ko'ramiz. Suvda vodorod bog'lanish bor. Eng tushuntirish, ko'rsatish kerak bo'lgan misollarning birisi suv molekulasi hisoblanadi. Demak, nima hisobiga vodorod bog' paydo bo'ladi? Ko'ringlar mana. Demak, qaranglar, vodorod elektronini kislorodga bergani uchun nima uchun beradi? Chunki mana bu kuchli elektromanfiy element bo'lganligi uchun vodorodda elektronni oladi. Natijada bu manfiy zaryadlanadi, bu musbat zaryadlanadi. Tushundikmi? Mana shu musbat zaryadlangan vodorod qisman musbat zaryadlanadi. Shuning uchun buni mana bu dumaloq olib qo'yamiz. Ion bog'dagidek
manfiy musbat bo'lmaydi, qisman musbat bo'ladi va mana shu musbat zararlangan zarracha boshqa suv molekulasini kislorodini tortiladi. Mana. Mana elektron buluti bor, bunga tortiladi. Mana shunday. Tushundikmi? Bu vodorod esa qo'shni suv molekulasini kislorodini tortiladi. Mana. Mana shunday qilib tortiladi. Bu zaif bog', lekin zaif bog' bo'lgan bilan ham molekulalarni zichlashtirib biladi. Tushundikmi? Molekulalarning orasidagi masofani qisqartirib biladi. Shuning uchun ham vodorod bog'i bor bo'lgan birikmalar gazsimon holatda emas, suyuq holatda bo'ladi va qaynash temperaturasi masalan dimetil efir CH3 CH2 OH. Mana ikkisini emiri ham bir xil. Bu suyuq, bu gaz. Demak, emiri bir xil bo'lgan bilan bunda vodorod bog' yo'q va mana bunda vodorod bog' bor. Tushundikmi? Vodorod bog' borligi uchun bular molekulalari bir-biriga yaqinlashgan, go'yoki tikilgan bir-birine. Tushundikmi? Va shuning uchun ham ularning qaynash temperaturasi yuqori. O'zi qaynash temperaturasi nima bu desangizlar, suyuq holatdan gaz holatga o'tishning chegarasi. Tushundikmi? Mana bu gaz agregat holatlarga qaranglar. Masalan, qattiq. Mana bunday o'qda tasvirlaydigan bo'lsa, mana bu suyuq bo'lsa. Qattiqdan keyin suyuq olami? Suyuqdan keyin nima keladi? Gaz keladi. Qaranglar. Chegara bor bizda. Mana bir chegara, mana bu joyda yana bir chegara bor. Tushundikmi? Mana bu chegara nima bu desangizlar, bu nima bu? Bu qaynash temperaturasi. Tushundikmi? Endi tasavvur mana shuni ham chizinglar. Bu qaynash temperatura, mana bu esa uzr. Demak, bu to'g'ri aytdi. Sizlar to'g'ri aytdingizlar, men noto'g'ri aytdim. Demak, bu suyuqlanish temperatura, bu qaynash temperatura. Ya'ni qattiq holatdan suyuq holatga o'tadi. Ya'ni suyuqlanish temperaturasi yuqori temperaturada. Agar suyuqlanish temperaturasidan past temperatura bo'lsa, u holda qattiqda turadi. Tushundikmi? Demak, yana o'sib boradi. Masalan, suv 100 gradusda qaynaydi. 100 gradusdan pastda u suyuq, 100 gradusdan yuqorida u gaz. To'g'rimi? Masalan, suv uchun bu 100, bu 0. To'g'rimi? Bu 100 gradus suv uchun. Chegara mana. Tushundikmi? Demak, vodorod bog'lanish bo'lgan birikmalarning qaynash temperaturasi yuqori bo'ladi degani. To'g'ri aytdimmi? Demak, mana bu 25 gradusda qaynaydi, bu 78-75 gradusda qaynaydi. Tushundikmi? Chunki bular gaz simon holatda, bular suyuq holatda turadi. Tushundikmi? Endi bundan tashqari yana qanday bilim berishimiz kerak? Vodorod bog'lanishning turi haqida. Vodorod bog'lanishi ikki xil bo'ladi. Molekulalar aro va ichki molekulyar. Biza yozgan suv mana nimaga kiradi? Molekulalar aroga kiradi, demak ichki molekulyarga kiradi. Endi e'tibor beramiz. Molekulalar aro bilan ichki molekulyar. Ichki molekulyar bo'lish uchun nima bo'lishi kerak? Bir birikmani ichida bo'lishi kerak. Tushundikmi? Bir birikmani ichida bo'lishi kerak. Masalan, hozir sizlar testni aytganingizlar menga, Alisher aytganda o'xshaydi. Nitrofenol OH mana bunday qilamiz. Mana. Nitrofenol bu qaysisi bu? O'rta metapara qaysi bu? O'rta nitrofenol. Nitrofenol. Endi qaranglar. Hali organik o'tmagan o'quvchilar biz shu vaqt qiynalib tushuntirganman. Hozir tushunasizlar lekin. Endi qaranglar, para nitrofenol bo'lishi mumkin-ku. OH. Mana. Ba'zi donor akseptor bor qo'ydim bu joyda. Endi diqqat etamiz. Mana bu da orasida donor nima bor? Ichki molekulyar vodorod bor, yo'q. Mana bunda bor. Demak, mana bunda vodorodni agar yana ham ochamiz desak, mana ochamiz vodorodni. Mana bunday tasvirlaymiz. Mana bu vodorod, mana bu kislorodga tortiladi. Ichki molekulyar. Tushundikmi? Mana bunda para holatda, mana bu funksional guruhlar bir-biridan uzoqlashganligi tufayli bularda ichki molekulyar, ichki molekulyar vodorod bog'lanishi yo'q. Tushundikmi? Vodorod bog'lanishi ichkisi yo'q demak bunda. Bunda molekulalar aro bor, bunda ichki molekulyar. Meta holatda balkim bo'lishi mumkin. Lekin o'rtada bor, parada yo'q deb o'tamiz. Metada bilmayman.
vaziyatdan gap chiqadi. Bo'lishi ham, bo'lmasligi ham mumkin. Odatda testda, masalan, unda chegarani aniq bilmaymiz-da. Lekin parada uzoq bo'lgani uchun yo'q. Ichki molekulyar yo'q. Lekin bu degani vodorod bog' yo'q deganimi? Bor vodorod bog'. Bu boshqa bir yana bir molekula kelgan vaqtda masalan, ishi mana bu vodorod qo'shni molekulani mana bu kislorodini yoki mana bu kislorodlarni tortishi mumkin. Bularda molekulalar aro bor, unda ichki bor. Endi shunda savol paydo bo'ladi. Qaysi birisini qaynash temperaturasi yuqori degan? Demak, mana bu o'rtanimi yoki mana bu paranimi? Mana bu para-nitrofenol. Para-nitrofenol. Qaysini qaynash temperaturasi yuqori? O'rtaniki. O'rtaniki deb o'ylaganmiz. Yanglishib. Lekin nima uchun o'rtaniki emas? O'rtaning qaynash temperaturasi past bo'ladi, nisbatan paraniki yuqori. Nima uchun desangizlar, para molekulalar aro hosil qiladi va paradagi vodorod bog' molekulalarni bir-birini tikadi. Natijada molekulalar kelib zichlashib, katta ham axir. Endi bunda esa ichki molekulalar hosil qilib qo'ygandan keyin, imkoniyatini ichkiga sarflagandan keyin, endi u molekulalar aro bemalol bunga o'xshab hosil qilib biladimi? Bular ham bir molekulalar aro ham hosil qiladi. Undan tashqari ichki ham hosil qiladi. Lekin u imkoniyatini ichkiga sarflab qo'ysa, molekulalar aro imkoniyati kamayadimi? Ve shuning uchun ham bu asosan ichki molekulyar vodorod bog' hosil qiladi va molekulalar aroni kam hosil qiladi. Shuning uchun ham bu o'zi bilan o'zi bo'lib qoladidan qaynash temperaturasi past bo'ladi. Tushundingmi? Ya'ni bunda ko'p molekula bir joyga uyushmaydi. Bunda majbur qo'shniisi bilan ishlaydi. Va bunda qaynash temperaturasi yuqori bo'ladi. Shuni test boradi. Tushundingmi? Keyin e'tibor beradigan bo'lsak, yana bir ko'pman vodorod bog'lanishini energiyasi uncha kichik, uncha katta emas. Odatdagi asosiy bog'lanish turlari 84 1042 da ko'pmiz. Asosiy turlari bor edi, vodorod bog'lanishdan boshqa turlari. Demak, buniki 2142 ekan. Juda ham zaif bog', lekin baribir mana shu zaif hisoblangan vodorod bog'i birikmalarning xossalarini sabab bo'lib turibdi. Eng asosiy xossa bu qaynash temperatura. Tushundingmi? Demak, suv 100 gradusda qaynaydi. 100 gradusda parchalanmaydi. Tushundingmi? Suv 100 gradusda qaynaydi, demak uni vodorod bog'lari 100 gradusda uziladi ekan. Tushundingmi? Va mana suv molekulasi suyuqlik bo'lib turibdi va qaynaganda 100 gradus temperaturada mana shu bog'lar uziladi ekanda, bular gaz holatda ajralib, bug' bo'lib ketadi ekan. Tushundingmi? Yana nima berishimiz kerak? Ichki molekulalarni tushuntirdik. Endi qarang, kovalent bog'ning xarakteristikalari deb qo'yibmiz. O'zi kimyoviy bog'ning xarakteristikalari. Hozir mendan qutbligi nima deb so'rab keldingizlar. Demak, aytinglar qani bog' xossalari deymizda, kimyoviy bog'lanishning xossalari degan temani endi. Birinchi xossasi bog'ning to'yinuvchanligi. Bog' to'yinuvchanligi. To'yinuvchanligi. Ikkinchisi bog' yo'nalganligi. To'g'rimi? Yana qanday xossa bor ekan? Bog' energiyasi, xo'p. Bog' energiyasi, bog' uzunligi, va bog' barqarorligi, bog' turg'unligi desak nima bo'ladi? Mana shu tushuncha bilan bir xil. Barqaror bilan imlo xatosam aytib o'tirman. Oqshom koordinatsion yozaman deb koordinatsion deb yozib qo'yman. Barqarorligi. Demak, ba'zi bir so'zlarning sinonimlari bor. Bir xil ma'noni bildiradi. Qaranglar. Mana bu ikki tushuncha bor ekan. Mana bu ikki tushuncha faqat kovalent bog' hosil qiladi. Mana shu ikkisini tushundikmi? Kovalent bog'ni hosil qiladi. Mana shu ikki tushunchani kovalentdan boshqa metal yoki ion hosil qilmaydi. Mana bu ikkisini, ikki xossani kovalentdan tashqari yana birisi hosil namoyon qiladi. U qaysi bog'lanish? Donor akseptor bog'lanish. Nima uchun donor akseptor desangizlar? Chunki donor akseptor bog'lanishi birikmalarining xossasi aynan kovalent xossa bilan bir xil. Chunki donor akseptor mexanizm bilan hosil bo'lgan bog'lar mexanizm bo'yicha boshqa usulda, ya'ni usul boshqacha. Masalan, vodorod xlorid bilan ammoniy.
yoki suvdagi bog'lar bilan ammoniyadagi bog'lar. Yoki shunchaki ammoniy hosil bo'lgan vaqtida mana oldin ammiak edi u. Mana 3 ta bog' bor edi. Odatda mana bu 4-bog'ga kelib, mana ionga aylandi. Mana bu donor aksepti, mana bu uchisi kovalent bog'. Lekin tekshirib ko'rilsa, 4 ta bog' xohlagan bir hossa bo'yicha analiz qilinsa, hammasi bir xil ekan. Tushundingmi? To'yinuvchanligi, yo'naluvchanligi, energiyasi, uzunligi, barqarorligi hammasi bir xil ekan. Ha, demak, u ham kovalent bog' ekan. Tushundingmi? Faqat mana bu uchtasi almashinish mexanizmi bo'yicha hosil bo'lgan, bu donor akseptor mexanizmi bo'yicha hosil bo'lgan. Oddiygina qilib olsak, bozordan necha xil usulda boshlab bo'ladi kaminda. Kimdir birovlar boradi, bunday Sevinch klinika tarafdan aylanib Qirg'izbo'ydan boradi, kimdir bir bunday Medinch tarafdan to'g'rilab chiqadi. Ikkisi ikki xil usul bo'yicha, lekin bir joyga boradi. Tushundingmi? Xuddi bu ham shunday, ikkisi bir xil bog', faqat boshqacha mexanizmda hosil bo'lgan. Bog' energiyasi nima desangizlar, ayni bog'ni uzish uchun sarflanadigan eng kam energiya. Bog' uzunligi nima desangizlar, ikkala atom yadrolarni tutashtiruvchi to'g'ri chiziq. Masalan, vodorod bromid deb misollar ishlaganmiz. Vodorod mana, brom mana. İkisini yadrosini tutashtiruvchi to'g'ri chiziq. Mana buni bromni radiusi, mana bu vodorodni radiusi. İkisini radiusini qo'shsak, bog' uzunligi chiqadi. Tushundikmi? Demak, bog' barqarorligi nima? Bog' barqarorligi bu elektromanfiliklar ayirmasi qancha katta bo'lsa, bog' shuncha barqaror bo'ladi. Bir tushuncha qolib ketibdi, bog' qutupliligi. O'tgan darsda men o'tdim, sizlar o'zingiz mustaqil o'zlashtirib olasizlar. Bog' qutupligi bu nima desangizlar, bog' qutupliligi bu ham elektromanfiliklar ayirmasi. Elektromanfiliklar ayirmasi nechaning katta bo'lsa, bog' shuncha qutupli bo'ladi. Buni qutupli kovalent bog'lashda o'tganmiz, o'zingiz ko'rib olasizlar. Tushundikmi? Quyida bu qutuplilik ortib borishda tartibda joylashtirilgan testlar bor. Uni o'zingiz ko'rasizlar. Tushundikmi? Ya'ni elektromanfiliklarni solishtirasizlar, ayirasizlar. Farq kattalashgan sayin qutuplilik ortadi. Demak, qutuplilik ortgan sayin nima ortadi? Barqarorlik ortadi. Demak, barqarorlik bilan qutuplilik parallel tushuncha ekan. Tushundikmi? Demak, yo'nalganligi degani bu fazoda qanday holatda joylashishi. Odatda yo'nalganlik degani bu gibridlanish va geometriyasi bor, geometriyasi tushuniladi. Bog'ning yo'nalganligi deganda. Fazoda joylashishi deb ber ko'pmiz, to'g'rimi? Mana bu to'yinuvchanligini cheklangan sonda bog' hosil qilish imkoniyati deyilgan. Tushundikmi? Esa shu tushunchalar yoddan chiqmasin.